Mana bu gullar sizga juft halolim. Voy, begim, muncha qip-qizil. Sizni chiroyingizni oldida ojiz ekanliklarini tushunib, uyatdan qizarib ketishdi. Rahmat. O'zingiz steak pishirdim. Yana steakmi? Ayollarni e'zozlash kerak. Faqat idish-tovoqlarni o'zim yuvib qo'yaman. Ko'nglingiz nimani tusaydi? Tuflingizni tozalab kelaymi? Sovqatmadingizmi? Menga bir boqsangiz bas, ko'zlaringiz oloviga isinaman. Aqlli ayol erining ko'zlariga tik boqmas. Ajabo, qanday baxt. Unda mana bu hujjatlarga qo'l qo'ying. Yana sovg'ami? O'zi yaqinda iPhone 17 Pro Max 2 terabaytli olib bergandingiz-ku. Bunisi mashina, pastda turibdi. Nomeriga ayolimga deb yozdirib qo'yganman. Voy, rahmat. Haloyiq, naqadar baxtliman. Shunchalar ham baxtli bo'lamanmi? Siz bundan ham yaxshilarga loyiqsiz, hayotim. Olindimi? Ha, olindi. Bir oydan beri mana shu plastikda gulni aylantirib yotibsiz. Mushakka o'xshab normalniy gul o. Ko'zi o'lga qo'ydi, ko'ziga o'xshadi. Men aytaman u. Gulni ish bitirishini bilasanmi? Stek qani? Uyda piyoz bilan kartoshkadan boshqa hech narsa yo'q. Oqshom motordan qilamanmi stekka? Menga o'zing aytding-ku, iPhone 17 olaylik, trendda bo'lamiz deb. Seni iPhone 17 ni kreditini to'layman deb ketimda ishtanim ham qolmadi. Shunaqa ekan, yangi mashina olib balo bormidi? Shang'illama, men senga o'xshab to'g'mi emasman. Mashina ham yo'q. Hamsadan yarim soat so'rab turdim. Nima? Unda men nima qo'l qo'ydim? Shu ajrashishga. Nima? Gulingga ham, o'zingga ham. Story. Voy, juda ham chiroyli gullar ekan. Rahmat, qahramonim. Rahmat. O'zingiz ham bamisoli gul. Bo'ldi. Erkak bo'lmay ol. Latta. Jo'g'alib ket, shallaqi. Onalarini ko'rsin, internetda hamma baxtli, hamma sho chetil yurgan, yangi kiyimlar, qimmat mashinalar, ular ko'rgan odam o'zini o'likdek his qiladi. Sizlar ham er xotin bo'lib urushasizlarmi? Sizlarni zona paslar tugab qolsa, bunday qisib chiqarasizlarmi? Sizlarni maskilan uchib tishilami? Sizlarda ham problema bormi? Hamma problema faqat bizlardami? Sizlarni ko'rgan nechta oila qisilib ketyapti-ku. Muncha yolg'onchisizlar.